Hepino yağış konçak ümigilker karşılarını kızgın karşılamız. Kızgın karşılamız. Qadam təşrif qılğanlığınızga rəhmət. Təklifinizni qabul qılmasa qandaq boladı? Çarvıçılıq meydanınızın danqını anladıq. Bu yer kelib oyun qoyuş bizning burchimiz, ha? Bək yaxşı boldu. Sizləri qızgın qarşılamız. Ey, İtaliyada Hepino sənət ümigi gəldi. Oo, yaxşımısınlar. Oo. Keldik. Mana bu mening uyim. Nima degan ko'rkam, ha? Hepino efendim. Bir neçə gün qonup ketsanglarmı buludu. Əgər xalısınız. Grigori! Grigori! Mana keldim boyvachchi. Konjito anladingmi? U xalsanlar bir necha kun qonunglar deydi. Bu tushimmi, o'ngimmi? Shunday emasmi, Konjito, ha? Köp degandimi, bir kunlik qonimiz. Qani gap qilma, sen yana. Hepino efendim. Ha? Çarvıçılarning boshlig'i Grigori sizlarning turmushingizga mas'ul buludu. Biraz dəmil verib çarvıçılarga xalığan o'yininglarni qo'yib berasizlar. Undaq bo'lsa, sal turib ko'rishaylik. Xayr, xo'sh. Boludu efendim. Undaq bo'lsa siz bizni boshlab bering. Fiolina, Marko, sizlar kerakli narsalarni ilib tushinglar, ha? Yo'q, haru turaversin. Biz aruga o'tirib boramiz. Nima? Harvoq o'tirib boramiz? Shundoq, mang'ayli. Ha, bu zodi qandaq ish? Keldik, mana bu mening uyim. Sizning uyingiz? Sizlar mana mushu yerda tursizlar. Nima? Mushat turamdiq? Bir narsa kerak bo'lib qolsa, izdanglar. Ey, Sara, nega ketding? Ey, Sara! Mana bu mening ayolim. Biror narsaga ehtiyojli bo'lsanglar, buni izdanglar. Sizlar o'yin qo'ydiganlarga deyman. Shunday desam bo'ladi. Uzundan buyon sizlardek kishilarning tabriklash faoliyatimizga qatnashishini umid qilib kelgandik. Sizni avar qildigan bo'ldik. Men xushal, erlar aroq ichib naqsh etib toza qiziydi, lekin bizga hech qanday xushal ish yo'q. Endi yaxshi bo'ldi. Bizni boyvachchi mehmon bo'lishga chaqirgan, o'yin qo'yish qo'ymaslikni bizdagi. Sizlar italiyaliklarga deyman. Sizlar nimaga mahir? O'ynashqami yoki naqsh aytishqami? Hech qaysi emas, tezroq chiqib keting, ha? Tazmi bir xotin bu, ha? Dada. Men texi bayq qorada turimizmikin debdiman. Bu yer akab qo'ygan nemisi? Bizning jafo tatib bu yer kelishimiz hargizmi bu odamlarga o'yin qo'yib berish uchun emas-da. Saraliqlar. Dada, siz nemishqa bu kishilarga o'shlik qilasiz? Bu dadamning kesili, u davomli shunday qiladi. Qarab turinglar. Men cho'qim heliqi qorada charvodorlarga o'z san'atimizni ko'rsatib qo'yaman. Biz cho'ng tipdagi o'yinni shuning uchun tayyorladik. Shunday emasmi, Fiolina, ha? Sahnini yaxshiroq o'rinlashtiraylik. Boyvachchi xonimlarni rosa bir yig'iltaylik. 3 chilak yosh toshqichi yig'ilsin. Tez Harvodagi narsalarni tushiringlar. Tayyorlik qilamiz, ha? Hammani tushirib oldik. Nima? Bugünküdek xushallik kunda kalini putini pishirib ko'pchilik birlikda yeymiz. Kalini? Bugun mehmon ko'p. Shunga 10 kal tayyorlab qo'ydik. 10 kala? Hammamiz mehmonlar uchun tayyorlangan. Sizlar yeb to'ysizlar texi. Bugun zodi qandoq bayram? Nima? Sizlar tex bilmamsizlar? Sarbatu boyvachcha umoq qiz bilan to'y qildi. Qaranglar, ana ov qiz shu. Bugun atigan to'y murosim o'tkazilib bo'ldi. Kel Fiolina, repetis qilayli. Hada, qarang, tunaga natdigan uchirgan yigit bugun to'y qilibdi. Qarang. Bu xudo qo'shgan qo'shmaqlarda. Qizning ota-onasimi cho'ng chorvachilardan. O'ttirda elchi mangan bo'lsimi, bizning boyvachcha xiligacha javob bermagan. Nim uchunligi texi bir sir.
Kechiringlar. Nim bo'ldimkin tang. O'zimni bilmay qoldim. Yo'q. Ajab ahmoqkanman. Ey Şakisi! Yinib gapsiz-g'u. Xo'jayinning bu Şakisi bilan ko'rishkisi bor ekan. Xo'jayinning uning bilan ko'rishkisi bormikan? Xo'jayinning aytishicha, bu balani Argentinaga o'zi yolg'iz kelgan Botur bola ekan deb, uning bilan ko'rishmoqchi bo'ldi. Undaq bo'lsa pek yaxshi bo'pti. Men burunla uning bilan ko'rishay degandim. Saqlab taqdim taq bo'lib ketdi. Undaq yeri bo'lsa, men billa boray, ha? Marko, siz ularning savollariga ha yoki yo'q deb javob bersangiz bo'ldi. Qog'inni o'zim to'g'rilayman. Anladingizmi, ha? Ular nim so'rash mumkin? Buni kim biladi deysiz? Ishqilib bizning maqsadimiz hashamatlik zalda bu baylarga bir meydan o'yin ko'rsatish. Sizchi to'g'rimi, Marko? Xo'jayin, siz bizni chaqirtib ekansiz. Keldinglarmi? Marko Roshi, sen bo'lamsan? Shu, bakli yaxshi bo'l. O'ltiringlar, tortinmanglar, ha? Mashada o'tiramdiq. Shundoq, tortinmanglar. Men Botur kishilarga amroq. Marko Roshi, menga beshingdan kechirganlaringni so'zlab bera olamsan, ha? Qani, deb baqa. So'zlab kelsak, gap to'la. Agar to'qay xatar va muhabbat hissiyoti bilan to'lgan ishlar. Bek kashib ketdi. Dadam bilan Marko nemish qilyotgandi? Fiolina. Men o'zimni bek kulgili his qilyaptim. Nemiga? Qaraganda kulgili ishni qildigan faqat dadamla emaskan. Nima? Ahvoldan qaraganda men uni yaxshi ko'rib qolgandek qilaman. Ha? Bek ahmoqkanman. Bo'ldi. Bugun o'yinni yaxshi qo'yib, ularni xushal qilayli. Ham Marko uchun yaxshi o'ynayli, Fiolina. Panbilomi? Nima, Panbilo? Shundoq, Argentinada bo'ladigan bir xil qattiq bo'ron. Shundoq, ko'zni yumib ochqichi bo'lgan arliqda ularning paraxoti bo'ronga uchrab, mum yog'ochlari sunib o'rilib, chaqbilak to'lg'amash bo'lib qopti. Dolqin bularning paraxotini yutib o'tgan tasqaganda. Oxiri qandoq bo'ldi? Mo'jiz yaraldi. Xudo oxir Marko Roshining nalisini anglab, birdinla dengiz suvi tinchlanib, bo'ron to'xtab, mum yog'ochning cho'qqisida ilohiy nur chaqnadi. To'g'ri, ilohiy nur. Menmi anglagan bir xil g'alati nur, shundoqmi? Ha? To'g'ri, dal o'zi shu. Xuddi Xudo avatgan farishtalardek mo'mining uchida nur chashdi. Shundoqla. Marko, tez bo'l, opang ig'ir kesal. Karvatda yotidi. Tez uni ko'gili bag'in degandek ovoz anglandi. Bu rostli mo'jiz ekan. Undaq emas, men undaq ahvolga faqat yo'liqmadim. Men faqat Hech qis yo'q, kamtarlik qilma. Bak qizqarliqkan. Bu hikoyani anglab, yoshlik chog'larim esimga kelyotidi. Yosh vaqtingizda nim bo'lgandi? Chorvachilik maydoniga hujum qilgan dushmanlarni qo'g'lab, tog' etigigacha borgan. Bu yerda texi. Yo'q, biz dushmanlarni qattiq mag'lub qilib, birini qo'ymay yo'qotdik. yo'qotdik. O'z vaqtida men to'limi qaysar edim. Hozir ansirgidek ish qolmadi. Burun ayollar va bolalarni bulab ketadi. To'g'ri aytdingiz, aytdi to'g'ri. Markoning apsimi bo'ronkaga bulab ketilgan. Shundoq bo'ldi. Undaq ish yo'q. Nima? Bu bolaning opsi? To'g'ri. Bizning bugungi o'yinimizda so'zlandigani dalmi shu hikoya? Albatta oxirida ana bola uchirishidi. Barbasa chorvachilik maydonidagi har qaysi apandilar Markoga yordamlashib to'salg'ularni yo'qitdi. Shundoq, to'salg'ularni yo'qitdi. Nima? Biz? Dal shundoq. Qizqarliqkan, men cho'qim ko'raman. Undaq bo'lsa, bu zalda har qaysi aziz mehmonlarga o'yin qo'yib bersa qandaq? Uning keragi yo'q. Biz sirti ko'rsakmi bo'ladi. Sizlarning chorvachilarga ko'proq o'yin ko'rsatishinglarni umid qilaman. Xo'jayin. Bugun men bak xo'shal. Kechda sizlarning o'yininglarni ko'rgini boraman. Xo'jayin.
Hepini efendim, biz mağaylı. Qarab tur. Bu xo'jayinning ko'zdan yosh oqqizmisam? Marko qaytib berib boshqani tayyorlik qilayli. Ha? Berishni arzu qilgan bo'yingiz ayrismi ko'rinadi. Lekin bichora Marko tushgan paraxodni bo'ron pachaqlab tashlaydi. Ko'pchilik mana qaranglar. Vah, bu ko'rinishni xili o'xshitibdi. Shunda xeli jafo tortibdi bular. Lekin Xudo bu bichora bola Markoga rahim qildi. Aha, u daha ölmedi. Qaranglar, bu bir mo'jiza. Xudo oxir bu o'smirni yayloqqa yetkazdi. U buron tag'i yo'l oldi. Dedim abba! Yavuzlar tarafin tutib ketilgan apsi Annamo fursatdan foydalanib qochib chiqdi. Ah, Marko! Bichar bolam Marko! Lekin orqadan bir to'p otliq askar qo'g'lab keldi. Marko! Marko balam, beni qutuldirgin. Abba! Ben seni kurtarmaya geldim. Marko, bu sen mi balam? Ben seni kurtarmaya abba! Voy, yaxshilikni bilmaydigan ishtaliylar shum. Mening qara. Ha! Nima degan xatarlik? Ha, uni yeb ketinglar, tez bo'linglar. Dal mushu chaqda Yavuz dushmanni mag'lub qilgan Barbasa qo'mondonlik qilgan qo'shin yetib keldi. Bek yaxshi bo'ldi. U o'lmas bo'ladi-ku. Ular hozir dushman bilan qattiq elishmoqda. Ular dushmanni oxir chekindirdi. Batir Marko, biz dushmanni qo'g'lab etimiz. Sen berib apangni izligim. Tez bag'in, apangni izla. Tez bag'in. Rahmat! Yaxshiligingizni menga unutmayman. Qaysar Barbasa atliq qo'shini xatarga qarmay dushman ichiga bosib kirdi. Olg'a! 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 Abba! Abba! Sen nerede? Abba! Ben Marko! Sen nerede abba? Abba! Abba! Sen nerede abba? Abba! Abba! Oh, endi qanday ola? Xatarlik. Bir dushman Markoga etildi, lekin Batir Marko kuchab uni yiqitdi. Abba! 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 Marko! Marko balam! Marko! Abba! Marko, bu rostmi senmi balam Marko? Abba, ben seni kurtarmaya geldim. Marko balam. Ana bola ikkisi quchoqlashdi. O'yinni xo'shal-xo'ram tugaydigan chaqda, dal mushu chaqda. Annaning dumbisiga bir pay o'q tagdi. O ölmüsün, ölmüsün. Dada, Ularni yig'latimiz, anladingmi? Eshik 3 chilak to'sh kerak, 3 chilak. Fiolina, g'ayrat qil. Davomlashtirayli. Dadamninkini anglayli. Shunaq bo'lsin. Amal yo'q. Marko! Marko, men bo'lammidim. Sen ming bir mushaqqatda meni qutqizgan eding. Ona bola ikkimiz uchrashgan edik. Lekin Marko, mening seningdan zot ayrilg'im yo'q, bolam. Marko. Marko, seningdan ayrilg'im yo'q. Sening bilan birga uy ketsam bo'ladi, bolam. Sening bilan ko'rishni qanchalik orzu qilgandim, bolam. Ana bola aran uchrashganda bechora Annaning yuragi so'qishdan to'xtaydi.
Çin yürekten sığıngan kinaya. Yap-yeşil ottur deniz. Ola ana balının qaytıp gelişini kütmekte. Anısını izlep, cevir capat atkan İtalyalık Marco'nun hikayesi Muşiya'da ahırlaştı. Marco bu yak gel. Köpçülük! Tinişlinla köpçülük! Tinişlinla köpçülük! Bu bala Muşi hikayenin baş kahramanı Marco Rossi. O apsını izlep burankağı mandı. Biz onun burankağı sağ salamet yetip berişik tilektaşlık bildireyli. Köpçülüknün yardımını karışalımız. Köpçülüknün yardımını. Bek yaxşı oynaldı. O hakikaten bir sanatkarken. Bugün kelenmegen kişilerge yana bir meydan koyup berişinglarni ümit qilimi. Xayr, xoş, men ketdim. Juring, mehmonxonaga berib tans o'ynayli. Bo'ladi. Fiolina. Kechiring, Marko. Men hikoyaning oxirini unaqa yaqlashini zotli o'ylamabdikanman. Fiolina. O'yinni asli unda qo'riqlashtirmasak bo'ladi. Ayib menda. Ayib menda. Fiolina. Fiolina, xotirjam bo'ling. Sizdan og'rinmayman. U degan o'yin tursa, o'yin emasmi? Yo'q. Har qancha o'yin bo'lsa-mu, undaq tugisi bo'lmaydi-da. Opingiz o'lmasligi kerak. Xotirjam bo'ling. Mening opam o'lmaydi. Biz g'alaba qildik. Qarab tur, atidan boshlab atrofdagi chorvachilik maydonlarining hammasi bizni taklif qiladi. O'chirat bo'lib ketdi texi. Meningcha, oxirlash yaxshi bo'lmabdi. Bak ichinishlikan. Nemish qapsini o'ltirsiz. Mana bu degan san'at, siz buni tushunmaysiz. Men g'o san'atni bilmayman, lekin siz bak shafqatsizkansiz. Ayollar azaldan jafokash keladi. Nima uchun uni baxtga erishtirmaysiz? Siz qanday xinim? Men shunday o'ylayman. Kelar qitim bunda qo'rlashtirmayli. Shu emasmi? Kelar qitim cho'qim o'zgartinglar. Rahmat sizlarga. Men bek xushal. Mening sizlar bilan ko'proq so'zlashkim botdi, lekin ishim bo'lib qoldi. Kechiringlar. Bundaq odamlarning gapi tugmaydi. Agar sen gap qilmagan bo'lsang, yana chaplashib oladi texi. Shundaqmi Konjeto? Dada, ma'quldan. Saharli bu yerdan ketayli. Nima deyapsiz Konjeto? Ishning beshini boshlamoq oson emas-da. Undaqda siz texcha Fiolinaning, Markoning mening ko'nglim tushunmadingizmi? Siz texcha Marko orqali pul tepasiz, bilamsiz? Nima degan set gap bu Konjeto? Bu pulning hammasi Markoning brankaga baldiroq berish uchun emasmi? Undaq bo'lsa, saharli yo'g'i chiqayli. Ish qilib men Fiolina ikkimiz bu o'yinni hargiz o'rinlamaymiz. Undaqmi Konjeto? Bundaq qilsanglar mening bu planlarim. Undaq bo'lsa o'zingiz o'ynang. Ötünüp qalay dada. Men bu safarga pul kerakligini bilaman. Ham sizning baylarning olqishiga erishmoqchi ekanligingizni bilaman. Lekin bizga qiyin-da. Ötünüp qalay dada. Endi Fiolina bilan Markoning sap ko'ngliga azob bermang. Markoning opisi o'z opisi bo'lmay qoldi. Bildingizmi dada? Bildingizmi? Konjeto. Dada, ötünüp qalay. Dada. Dada, bu ötünüp qalay dada. Konjeto. Fiolina, Marko, mening sizlarga deydigan gapim botdi. Bu Fiolina, dadam etiga yo'lga chiqishimiz qo'shildi. Qapini efendim. Shundaq emasmi? Yo'l bo'yi xeyli pul topdik. Bu yerdan ketkichimi bir oz olaymiz. Biz bu pulga bir ot setib olaylik. Qandaq? Bir yosh ot, hozirgi otdan ishtik mangdigan otni olaylik. Shu ishtik otga qamchini bir uribla brankaga safar qilaylik. Qandaq dedim? Dadangni kechirgin Fiolina, ha? Dada, Rahmat sizga, Xapina opa.
Endi yaxshi bo'ldi, Fiolina. Biz berib nasi keraklarni yig'ishtiraylik. Bo'ldi. Sizlar tezroq bo'linglar. Endi bo'lgandi, Conchita. Rahmat sizga, dada. Tapino Yağaç Qoçaq teatr ömüge Buenos Aires'ten ayrılgılı 10 gün bop qaldı. Hargıllıqtın adamını uyku bassa, atlanın menişimi asılışıp ketdi. Bulupmu kiçik Jolietta'nın yol azabıdın kızıtması örlep ketdi. O su içimen dep yığlaydı. Bu çölde sunu nereden tepiş gerek? Dal şu çağda hava buzulup yağmur yağıdı. Yağmurunun ahırı qarga aylanıdı. Keyingi qitimda qar degan qismini ko'ringlar.